Bu mahalla tongi biz jonli efirdamiz va dasturimizni davom ettiramiz. Kuz, qish mavsumi va aynan mana shu mavsumda dolzarb bo'lgan mavzulardan biri bu isitish bilan bog'liq bo'lgan holatlar. Albatta, poytaxtda, nafaqat poytaxtda, butun respublikamizda aynan mana shu mavsumga juda katta tayyorgarlik ko'riladi. Aholining salomatligini o'ylagan holatda, uning deylik qulayligini o'ylagan holatda qator tashkilotlar faoliyat olib boryapti. Xususan issiqlik ta'minot aksiyadorlik jamiyati haqida ham shunday fikrlarni bildirishimiz mumkin. Biz ushbu aksiyadorlik jamiyatining bo'lim boshlig'i Ulug'bek aka Farhodov bilan ayni mavzularda suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Taklif uchun rahmat. Salomat bo'ling va menimcha savollarga o'tamiz. Savollarga o'tsak. Kuz-qish mavsumiga qanday tayyorgarlik ko'rildi? Keling, mana shundan boshlasak. Kuz-qish mavsumi juda ham dolzarb masala. Aholi to'g'ridan-to'g'ri aholining ijtimoiy himoyasi, umuman salomatligi bilan bog'liq masala bo'lganligi uchun respublikamizdagi jami 500 ish faoliyatida bo'lgan 512 ta qozonxonalar shay holatga keltirildi. Bularni shay holatga keltirish davomida 53 ta qozonlar hamda 93 kilometr issiqlik tarmoqlari mukammal ta'minlangan bo'lsa, 598 ta qozonlar hamda 518 kilometr issiqlik tarmoqlarini joriy ta'minlash ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari mavsum davomida havo haroratining keskin tushib ketganda, umuman tabiiy jarayonlar bilan bog'liq masalalarda muammoli holatlarni bartaraf etish yuzasidan 20.500 tonna ko'mir zaxirasi ham yaratilgan. Shuningdek, hududlarda kuz-qish mavsumida avariya holatlarini bartaraf etish yuzasidan avariya brigadalari shay holatga keltirilib, ularga 500 ga yaqin mavsumiy ishchilar, 145 ta yaqin texnikalar jalb qilingan. Tushunarli. Va hozir mana qozonxonalar haqida gapiryapmiz-ku, aholi soni borgan sari ortib boryapti, yangi iste'molchilar qo'shilyapti. Aynan bu borada ham menimcha balki yangi qozonxonalar qurilayotgandir, balki yana ham bir xullas tarmoq kengayayotgan bo'lishi kerak-da, baribir, to'g'rimi? Albatta, bu bo'yicha muhtaram prezidentimiz aniq yo'nalishlar belgilab berganlar. Jumladan prezidentimizning 100 sonli qarorlariga asosan 2030-yilgacha issiqlik ta'minoti abonentlari iste'molchilarini, ya'ni markazlashgan issiqlik ta'minotiga ulangan abonentlar sonini, abonentlarni 58% gacha ko'tarish belgilangan. Bu bo'yicha aniq chora-tadbirlar, topshiriqlar belgilab o'tilgan. Shu topshiriqlarning ijrosini bajarish maqsadida biz respublika bo'yicha 2025-yilda 61 ta qozonlar o'rnatdik, yangi qozonlar. Bularning orasida Yangi O'zbekiston massivlaridagi yangi iste'molchilar qamrovi 60% tashkil qiladi. Umuman olganda, yangi iste'molchilarni qamrab olish davlatimizning oldiga qo'ygan ustuvor maqsadlardan biri, energiya resurslarini iqtisodiy qilishga ham juda katta foydasi bor. Tushunarli. Va o'sha isitish mavsumi doimo har xil vaqtda boshlangan. Bu qanday tartib bilan belgilanadi o'zi? Isitish mavsumi bu juda ham ko'p beriladigan savol. Isitish mavsumi respublika bo'yicha har yili har xil muddatda belgilanadi. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 194-sonli qarori bilan aniq tartib belgilangan va tartibga solingan. Unga ko'ra, isitish mavsumi respublikamizdagi ob-havo haroratini prognoz darajasi 5 kun davomida 8 gradusdan pastligi belgilansa, bu prognoz qilinsa, ya'ni kelasi 5 kun davomida 8 gradusdan past ob-havo bo'lishi belgilangan kundan boshlab hududiy hokimliklarning demak topshiriqlari, qarorlariga asosan isitish mavsumini boshlash bo'yicha o'sha topshiriqlar, ko'rsatmalar beriladi. Demak, har xil viloyatlarda har xil. Albatta, u o'sha viloyatlarning geologik joylashuvidan kelib chiqib, o'sha umuman sovuqroq hududlarimiz bor yoki bo'lmasa issiqroq hududlarimiz bor. Shunga ko'ra 5-10 kun farq bilan oldin yoki keyin berilish mumkin. Boshlanish vaqti har xil bo'lgandek, menimcha oxiri ham xuddi shunday bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday, oxiri ham o'sha O'zgidrometeorologiyaning prognozlari asosida tugatilish bo'yicha tegishli topshiriqlar beriladi. Tushunarli. Mana hozir asosiy maqsad aholi qamrovini oshirish, ularga sifatli xizmat ko'rsatish,
qish mavsumida ularning qaysidir ma'noda shu salomatligini o'ylash bu eng avvalo, to'g'rimi? Va qulayligini ta'minlab berish. Aynan mana shu mavzuda bir savolim bor edi. Agar aholida isitish bilan bog'liq, isitish ta'minoti bilan bog'liq qandaydir savollar bo'lsa, ular qayerga murojaat qilishlari mumkin? Aholimizda mavsum davomida, umuman yil davomida ham isitish masalasi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganda 24/7 rejimda ishlovchi har bir viloyatning o'zidagi issiqlik ta'minot korxonalari huzurida avariya dispetcherlik xizmati tashkil qilingan. Ular har bir viloyatning o'zida bor. Bundan tashqari respublika bo'yicha umumiy markaziy shtab ish faoliyatini boshlagan. Aholimiz tomonidan 55 kodi bilan 516 1004 raqamlariga telefon qilish orqali o'zlarini o'sha isitish ta'minotidagi kamchiliklar, uzilishlar va boshqa masalalar bo'yicha o'z murojaatlarini bildirsa bo'ladi. 55 kodi bilan 516 1004 qadrli tomoshabinlar, 55 kodi bilan 516 1004 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va isitish ta'minoti bilan bog'liq qandaydir savollar, kamchiliklar, muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilish imkoniyatiga egasiz. Va o'sha yildan yilga har bir soha rivojlangani kabi, menimcha isitish sohasida ham xuddi shunday bo'layotgan bo'lsa kerak. Avvalgi yilga nisbatan hozirgi yilda qanday yangiliklar joriy etildi? Mana issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati ochilishi bilan bizni oldimizga qo'ygan eng ustuvor vazifa bu jahon texnologiyalarini jalb qilish bo'ldi. Bu borada bu yilgacha 2025-yilgacha Andijon, Chirchiq, Buxoro, Samarqand shaharlarida xalqaro moliya institutlarini jalb qilgan holatda Turkiya, Xitoy kompaniyalari bilan hamkorlikda isitish qozonlari, zamonaviy isitish qozonlarini o'rnatgan bo'lsak, kelgusi yillarda davlat xususiy sherikchilik, xalqaro moliya institutlari, umuman Osiyo taraqqiyot banki, umuman jahon kompaniyalarini jalb qilish orqali Farg'ona, Buxoro, Toshkent viloyatida ham bu o'sha yangi texnologiyalarga asoslangan zamonaviy qozonxonalar qurish, bu orqali aholini uzluksiz issiqlik ta'minoti bilan ta'minlash rejalashtirganmiz. Eng asosiy masala aholi qulayligi. Shu bilan birgalikda o'sha energiya resurslari, tabiiy gaz, elektr energiyasi, suv ta'minotini iqtisodiga erishishi biz ustuvor vazifa qilib belgilab olamiz o'zimiz uchun. Biz hozir issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan va rejalashtirilgan ishlar haqida gaplashyapmiz-ku, lekin baribir aholining, iste'molchining ham o'ziga yarasha madaniyati bo'lishi kerak bu borada, to'g'rimi? Bajarish kerak bo'lgan ishlari bor, zimmasida mas'uliyati bor. Shuni ham bir aytib o'taylik tomoshabinlarimiz. Albatta, avvalambor biz issiqlik ta'minotini uzluksiz bir maromda yetkazib berishimiz aholimizni iste'mol madaniyatiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Bu o'sha deylik xonadon ichidagi radiatorlar, shunaqa hududlarimiz bor, jaydoroq tushuntiradigan bo'lsak, ularga issiqlik energiyasi bor, ya'ni isitish tizimi mavjud, lekin issiq suv tizimi mavjud emas. Ana shunday holatlarda ayrim insonlar tomonidan o'sha tik quvurlardan to'g'ridan-to'g'ri issiq suvni kran qo'yib olish holatlari kuzatiladi. Bu noqonuniy hisoblanadi hamda qo'shimcha biz uchun davlatimizga zarar. U energiya resurslar sarfi, u olayotgan issiq suv to'g'ridan-to'g'ri keyingi podez, ya'ni keyingi kirish yo'lagidagi xonadonlarda yashovchi iste'molchilarni zarariga ishlaydi bu. Bu borasida albatta tik quvurdan birinchi xonadon issiq suvi olsa, issiqlikka ajratilganini keyingi xonadonga yetib borish foizi kamayadi. Bundan tashqari aholimizdan iltimos bo'lardi, o'sha issiqlik va issiqlik energiyasi uchun shakllangan debitor qarzdorliklarni vaqtida to'lash bu tizim faoliyatini rivojlanishiga eng asosiy omil. Tushunarli. Sizga studiyamizga kelganingiz uchun, shunday aniq, konkret faktlarni bizga taqdim etganingiz uchun minnatdorlik izhor etamiz va albatta kelgusi faoliyatingizda omad va zafarlar tilaymiz. Shu mavsum ham ko'ngildagidek, betalofat, albatta, va aholimizning roziligi bilan o'tishiga tilakdoshmiz.